Bir afsuslanadigan narsa borki, bizni birodarlarimiz, do'stlarimiz umra safariga boradilar. Borib, ikki masjid, Rasulullohning masjidlari va Masjidul Harom. Shunga namoz vaqtiga bormasdan mehmonxonada jamoat bo'lib namoz o'qiydilar. Bu safarlari yana takrorlanadimi, takrorlanmaydimi Xudo biladi. 40 ga kirgandir, 50 ga kirgandir, birinchi marta borgan. U mehmonxonada jamoat bo'lib namoz o'qiyapti. Ko'p afsus shu ish. Nimaga desangiz, agar Ka'baga kirib namoz o'qisa, bir namoz o'qiganiga 100 ming barobar ko'p savob oladi. 100 ming barobar. Kishilarga ovqat mahaliga to'g'ri kelib qoldi deb turib namozga bormaydilar. Aksar shunday. Ovqat mahaliga to'g'ri kelib qoldi deydi, namozga bormaydi. Oy birodar, ovqatlanmay qo'yavering. Ro'za tuting, saharlik qilasiz, iftorlik qilasiz, masjidda bo'lasiz.